Zo'r uchastkalar hammasini sentrda emas, Yashnobod tumaniga kelganmiz. Juda ham ajoyib qilib uy qurilgan ekan, proyektlarni ham yorib tashlashdi. Hovlimizning fasad qismi 45 metr ekan, o'zi ham. Joyni tushuntiradigan bo'lsam, Go'zal mahallaning orqasi, bu yoqdan So'rgletga chiqamiz, 282-maktab uchun orqasida joylashgan hovliga kelganmiz. Ko'ringlar, baho berasiz. Shu peshini orqasida o'zani bitta san'at asari kutyapti, ko'rib baho berasizlar. Bismillah deb kirganimizda qaranglar, qanaqa chiroyli qurilgan hovlimiz. Juda ham did bilan qurilgan ekan. Bitta rang bersanglar, yanada to'liq san'at asari bo'ladi. Hovlimiz 6 sotixdan iborat. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Fasad 45 metr. Uyimiz 6 sotuvga tushgan, 6 ta xona. Har bitta yotoqxonaning o'zini sanuzli, umumiy 6 ta sanuzel. Har bitta yotoqxonaga alohida kirish eshiklari qilib. Uy ichiga kirishimiz bilan katta zal, hol bizani kutib oladi. Qaranglar, uyga razmerlaridan, shaklidan juda ham unumli foydalanishgan ekan. Ko'rib baho beringlar. Aytganimdek, har bitta spalning oldida, ko'chadan eshik qilingan hovlida va yonida to'g'ri mana spalning joylashgan. Bunaqa spalningizdan 4 ta bor ekan. O'zini sanuzli bilan. Bu yerda mana hovlidan ham o'tsanglar bo'ladi. Sizlarga sanuzli ko'rsataman. Tayyor holatda. Hamma narsasi tayyor qo'yilgan ekan, zo'r. Podolga ozgina mehr berib olsanglar bo'ldi. O'zi pashti tayyor holatda ekan. Bollarning porni qilingan, oynalardan foydalanishga yo'l qo'yibdilar, xona katta ko'rinishi uchun. Bu yerda bo'lsa basseynimiz joylashgan, hamma narsasi tayyor dedilar. Bitta kafelini terib olsa bo'ldi. Bu yerga saunani joylasangiz gul bo'lib turibdi. O'zi ham obyektini vaqti boplab o'rishgan ekan. 6 sotuv, 6 ta xonadan iborat, gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Ataplenlar to'pli pollagacha qilingan, podolida basseyn, sauna, hamma narsasi bor ekan. Narxini opisaniyada yozib qoldiramiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Hali zo'r videolar oldinda.